1,5 sotuvlik hovlilardan charchab, o'shani puliga kengroq, kattaroq kirib yashashga tayyor bo'lgan hovli qidirib yurganlar diqqatiga mana shu xonadonimiz hozir savdoga chiqdi. Yaxshi bilasiz, uy top chertib yaxshi variantlarni obzor qilib sizni e'tiboringizga havola qiladi. Aynan shunaqa kirib yashashga tayyor bo'lgan remontlari bilan yer narxida hisoblanayotgan ushbu hovlimizning umumiy maydoni 6 sotuvdan tashkil topgan bo'lib, xonalar soniga keladigan bo'lsa 10 ta xonani tashkil qiladi. Oilasi kengroq, kattaroq bo'lgan, kichkina hovlida yashashdan charchagan, maza qilib keng hovlida tayyorgina yashayman deganlar uchun mana shu videoni jo'natib qo'yib, like bosishni unutmang. Bundan tashqari aynan shunaqa yaxshi variantlarni o'tkazib olmasligingiz uchun kanalimizga obuna bo'lib, Telegram kanalimizga o'tib olsangiz ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Bundan tashqari uy osilish yoki sotish maqsadida bo'lgan bo'lsangiz, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz sizga yaqindan professional darajada yordam beradigan uy top ko'chmas mulk agentligi hisoblanadi. Ushbu hovlimizni manziliga keladigan bo'lsa, Xonobod metrosini ko'pchilik bilsa kerak, ya'ni Xonobod Beruniy mahallasida joylashgan bo'lib, narxiga keladigan bo'lsa 165 ming so'ralyapti. Yana joyida kelishiladi. Hozirgi kunda o'zingiz bilasiz, bunaqa narxga hozir 2 sotuvlik hovli ham yaxshisini bermayapti. E'tibor uchun rahmat, sizlar bilan uy topadi.